Paraxot bilan Argentinaga bormoqchi? Mendan yoshuruncha, shundaqmi? Tonio akang bilan maslahatlashdingmi? Yo'q. Shundaq cho'ng ishnimi ya akang, ya men bilan maslahatlashmasan qandaq bo'ladi? Ameliyatda ko'p qatim maslahat soldim, lekin sen qo'shilmading. Fiolinalar bilan mang'an bo'lsam, bu chaqqicha 10 necha kun bo'lib qolgan bo'ladi. Agar ular bilan mang'an bo'lsam, yozliq ta'til tugaguncha qaytib kelatdim. Yozliq ta'til? Shundaq. Men asli yozliq ta'tildan foydalanib opamga yordamlashay degandim. Nima, opamga yordamlashman? Doda, sening xizmating bor. Akam ishdan ayrilmaydi. Mendan boshqa yana kim opamga yordamlashalaydi, o'ylab boqmamsan? Lekin opang qandaqroq turgandi? Xat shundaq aniq yezibdi-ku. Xat faqat mijozim yo'q, 2 kun yotdim, tez yaxshi bo'lib ketaman debdi-ku. Doda, sen doim shundaq deysan. Har qanday bir kishi og'rib qolsa-mu, birasining o'zining holidan xabar olishiga muhtoj bo'ldi. Lekin opamdan endi hech kim yo'q, u mening berib holidan xabar olishimga muhtoj. Aldirma. Doda, o'tinib qolay, Argentinaga berishimga qo'shilg'in. Doda, ma'qul-da. Marko. Opamning yaxshi turg'inini ko'rsamliq, darhol qaytib kelma, doda. Cho'qib qaytib kelma. Bo'lmaydi. Qandaqli bo'lmasin seni yolg'iz mang'izishga bo'lmaydi. Angladingmi? Xapino apandim bilan berishimga qo'shilmading. Bo'ldi qil. Men qo'shilmayman. Qo'shilmayman. Deb baqamiz qandoq qilamiz? Bu ishni men obdan o'ylandim. Ansirma. Apangning ishlaridan xotirjam bo'l. Xotirjam bo'l, balam. Bo'ldi. Bo'ldi, men mangay. Marko, tushdi meni yinimga bag'in. Tamoqni doktorxonaning yendiki oshxonadan yeyli. Qandaq? Bo'pti, ixtiyor o'zingda. Men ketdim hamsa. Tonio! Dada! Oka? Bak yaxshi bo'ldi. Hamminglar o'ydikansizlar. Lekin sizlar men Tonio Roshining nima sababdan tuyuqsizlik kelganligimni bilamsizlar. Men bir xo'sh xabar olib keldim. Men Milandagi bir temir yo'l maktabiga imtihon berib o'tdim. Qandaq, Marko? Dada, balkim qo'shiladigansizlar? Milan? To'g'ri. 2 yillik o'qishni bitirsamla rasmiy poyezd shofiri bo'laman. Aka! Tonio. Dada, Milanga borgandan keyin pat-pat keltirolmaydigan bo'ldim. Xafa bo'lmaydigansiz-a? Bu ishda qanchalik ajr qilganingni bilaman. Haqiqatan oson emas, balam. Marko, 2 yildan keyin poyezd shofiri bo'lib qolsam, opamni birga olib kelib olamiz. Lekin buning uchun 2 yilgacha tishingni tishlab turishing kerakdi. Marko, qiziqish. Argentinaga qaraganda Milan degan yaqinligu. Men har kun atigan yugurib berib seni uyg'otib qo'ya olayman. Uyqucha o'rin. shaksi. Bu maktab nimishki sendek o'rinlarni oladiganda. Ems xo'shallik uchun birer romkada ichayli. To'g'ri, birer romkadan ichayli. Bo'ldi. Tonioning maktab kirganligi va uning salomatligi uchun, butun oilamizning xotirjamligi uchun ko'tirayli. To'xtab turing, dada. Apa, rahmat sizga. Ko'tirayli. Asli bugun uyda bo'lsam yaxshi bo'ladi. Biroq soat 10 ning poyezdda ketmasam bo'lmaydi. Marko, apangning ahvolida eng yaxshisi Tonio demayli. Uni ansirmisan demoqchiman-san? To'g'ri. Har 2 yilinglar o'xshash. Men sizlarning bearam bo'lishinglarni xohlamayman, balam. Marko, mening ayliq eng yaxshi galstukim qani? Eng yaxshisi deb ketganda birsini bog'u. Sen uni o'zingni turistga esib olishga ishlatmoqchimiding, ha? Sen yan qo'layim qon gap qilding. Mamani. Rahmat sana. Tonio apangning xat kelibdi. Aka, men uni eshittirib qo'ydim. Marko. Opamdan xat uzoqda kelgachga xushalligimda uni har kun yanchug'imni selolab yuttirib qo'yibdi-man. Kechirgin aka. Bu gapcha opam yaxshi turib etibdi-da. Yana texim yaxshi xizmat topadigan bo'ldim debdi. Shundaqmi?
Undaqda menmo Milanға xotirjam ketaveradigan bo'ldim-da. Aka, salomatligingga diqqat qil. Endi opamdan xatga cho'qim avatib berma. Rahmat. Endi uzatmasanglar bo'ladi. Tonio, yaxshi o'qigan balam. Dada, siz salomatligingizga diqqat qiling. Bildim. Rahmat sana. Qaralik paraxod aka. Argentinadan keldi. Rabnish nomli paraxodgan. Yan yarım soat burun kelgan bo'lsa, opamdan kelgan xatni ko'ra olading aka. Hech qisi yo'q, Marko. Opam doim xat yozgan vaqtda Tonio, sen xotirjam ketavergin. Mayli sen nagili borsang, opang sen bilan billah deb yozatdi. To'g'ri aytdim, Tonio. Marko, tez bo'l, jina odamimizda. Dada senchu? Men mi boraman? Xat yozishni unutib qolma, Tonio. Bildim. Aka, xo'sh, xo'sh. Xayr, xo'sh, yana chidamliroq bo'l, Marko. Sen mi chidamli? Xayr, xo'sh. Opa! Ben ketdim! Shinada! Marko, Yaxshimisiz Shinada? o'zingchi Marko. Sizni avar qildik. Hech qisi yo'q. Opamda xat bormi Shinada? Oldirma, Marko. Undaq bo'lsa, Shundoq. Xat kelishi bilan oldi bilan uning xatini izlayman. Undaqda bu qitim yana yo'qmi? Yana deysan-ku. O'tgan oyda opangdan kelgan xatni topshirib olding-ku. Lekin o'tganda uda 3 qitim kelmagan tursa, o'tgan xatida tex og'rib qoldim debdikan. Cho'qim saqaymidi. Nima? Anna og'rib qoptimi? yo'q. Faqat 2-3 kun yetib qopti. Shu men opamni cho'qim og'rib qoldi deb o'ylayman. Hatto xatmi yozamaydigan bo'lib qopti. Rostli shundoqkan. Cho'qim shundoq. Shinada. Marko, qalaymiqa o'ylama balam. Apangning ishini uyga qaytganda yaxshiroq maslahatlashaylik. Qandoq dedim? Ruhliq bo'l, Marko. Rost, sen ta'til qo'yib berdi-ku deyman. Kelib menga yordamlashib beramsa? Bo'lamdi. Bak yaxshi bo'ldi. Yordamlashgin. Marko, Bu men Shinada bu Jina, sizni avar qildik. Nədikini, yardım qılanmadım. Undaq bo'lsa men ketdim. Xeyr, xoş. opam rostli og'rib qopti-da. Bana eli Marko. Çua! Kile. Shinada kelar qitimni qaralik paraxod qachon yo'lga chiqdi? Marko. Men 26 lira chiqqandim, lekin yetmaydi. Men paraxodda ishlay Shinada. Men Rabnish nomli paraxodga chiqarib qo'ya olamsiz? Sizdan o'tinib qolay Shinada, o'tinib qolay. Chiqarib qo'ya olamsiz? Nima? Opamning yeniga birla menla bora olayman. Dadam bo'z ishlaydi. Akam bo'z maktabda o'qiydi. Opamga faqat menli yordam bera olayman Shinada. Sen rostli boramsa, Marko. Men uzun o'ylandim. Opam ketgan chaqda hech ishni bilmaydim. Uni ketma, mendan ayrilma deb jidal qildim. Yen dadam bilan akamni meni oldinglar deb tilladim. Hech nimani bilmabdim. Hozir o'ylasam xijil bo'laman. Opam uchun cho'qim ishlayman. Hammasi bor kuchi bilan ishlayotdi. Faqat menla bekor tamoq yeyaptim. Dadam uchun ham opam uchun cho'qim biroz ish qilishim kerak. O'tinib qolay Shinada. Yordam qiling. Marko. Senin opang Anna nima degan baxtlikka. Qara buningga. Bu mening o'lib ketgan yo'ldishim. Mikranjiro nomli va Rabnish markalik paraxtlarda paraxt boshliqi bo'lgan. Aran 31 yosh edi. Paraxt bilan dengizga chekib ketdi. Shinada. Dengiz degan xatarlik. Bildingmi Marko?
Sizmi dadamga o'xshash meni bama demoqchimi? Shundaqmi? Yo'q, undaq demoqchi emas. Lekin men qo'rqmayman. Marko, men sening irodangni sinab boqmoqchi edim. Oppa! Qaraganda doktorxonani o'ylasak bo'lmag'idek, yana Bertolo apandining qarishiga hurmat qilayli. Hey, agar Bertolo apandi doktorxonaga ketilgan bo'lsa, undaqda doktorxonamiz butunlay taqilib qoladi. Bu bizning bir necha vaqtdan beri hamma ig'irlikni Bertolo apandimga yuklab qo'yganligimizni tushundirdi. Diqqat qilishimiz kerak. Anna doktorxonamizni deb sirtqa xizmatga ketdi. Bilaman. Bertolo apandim oilasining doktorxona uchun qilgan ajrini hammamiz aniq bilamiz. Bo'ldi, talashmayli. Madin doktor, biz tezroq bir qarorga kelaylik. Bertolo efendim. Yani bir ay turib tursunuz. Biz başka yol tapaylı. Mesela Argentina'da turuşluq elçixanadan ahvalını sorab göreyli. Sizce qandaq Bertolo efendim? Yani bir ay turib tursunuz. Sizce qandaq? Men mushundaq o'ylagan. Şuna Markoni besib turyapman. Ey. Men tepib baqay. Bu maymun cho'qin bizning braziliyalik. Ey, kela. Mijoz uchoq ham aqlliq. Qandaq? Bu menodin Braziliyaning purg'ini bilib oldi. Siz Braziliyadan kelganmi? Ati Braziliyaga qaytamiz. Braziliyaga qaytamsiz? Mening ismim Roji, paraqni yaxshi ko'ramsan? Bizning Fergili nomli tiz paraq chiqib baqamsan? Xohlamsan? Ben xohlayman. Mening ismim Marko Roshi. Bu eng yangi tipdagi Fergili nomli paraq. 1200 ton yuk ko'taralaydi. Yana qara, yiqilgan materialim bor. Yani yelken chiqirib mangalaydi. Surati tez 1875-yili İtaliyada yasalgan. Qara cho'ngmika. Qane paraqt boshlig'i. Marhamat, boshqurish uyini ko'rib baqqin. Marhamat paraqt boshlig'i. Bek peyzike. Bu boshqurish uyi xuddi odamning cho'ng mingisiga o'xshaydi. Butun tezlik bilan ilgirla. Qandaq? Bo'lamdiki? Siz kunda mushundaq boshquramsiz, Yo'q, men boshqurmayman. Men faqat tozlik qilgan chaqlarni bu yerga andi kiralayman. Tozliq qilganda? Shundaq, taxtayni supurman, sirlayman, yana taxi maysirab qas maylayman. To'g'ri, motorni ko'rib baq. Surati eng tez, eng yangi uskuna. Chira. Baqil. Roji! Nima misildab yursan? Paraxot boshlig'i kimini yepib qo'ymaganligini ko'rib, achchiqlayotdi. Bo'ladi begim. Begim degining nimasi? Men degan oshpaz Rannado apandim bo'laman. Meni apandim degan. Tez berib kimini yepib at, bo'lmasa avnash kirvasa chataq qiladi. Odamni to'liq qo'qatmang apandim, bu degan bola narsa emas. Meni begim da'vatqinni texi. Nimandaq to'liq ishlarga aralashib oldigandi. Men saqlab turaman, hozirla kelma. Aka, o nimni kirvasa deydi? Chigirdan qashqonlarni deydi. Chigirdan qashqon? O birasining berzitning ostiga kirib olishini ansiraydi. Amaliyotda aqlliroq bo'lsa kirib olalaydi. Senda yushirmayman. 2 yilning oldida men Shimoliy Amerikadan Braziliyaga o'g'liqchi bo'lgan. O chaqda men aran 13 yoshda edim. Tex sanchilik batdim. Bu paraxot atatigan qaysi vaqt yo'lga chiqdi? Atatiga 10da.
Bu ablaqlarning hammasi haraq ishga ketib, meni yolg'izlik dujurni qilib qo'ydi. Degan soat 10'da. Dada, menden ensirme. Oppa, me hazırlı barme. Amidio. Amidio, dadamның gipini anla. Kalayım kankama, uktun mu? Ben seni bile apray degendim, lekin bulmağıdak. Sen daim jim turmaysa, başkalar sezip kalıdı, Şonkiler ketim çokum apray. Aldın mı Amidio? Ben Argentina hoşnu boğan Braziliyaga barma, Uqtun mu? Kiler ketim sen çokum apırma, Göp anla, Amidio! Bu mu yaxşı boldu əmdi? Xoş Amidio! To'g'ri, qarong'i tushguncha mukinib turay. Ben geldim. Xeli burun kelgendim ben. Marko, ben sana bir hoş haber yiyip geldim. Yani bir ay saklaydıgan bulduk. Eğer yani xat kelmese, özem bardıgan buldum. Qara, doktorxandaki tağılların sana nurgun yaxşı yemeklerin evetti. Mana, qarmam sen. Marko! Marko!
Jena'nın yine yardım belgil ketdi mi ya? Bundaq keşte. Uzadın ne ketkendi? He? Yağmur yağdı. Bu bir xotirjamsiz kechi bo'ldi. Marko Fergali nomli paraxodga chiqib, o'g'irliqchi mangmoqchi bo'ldi. Lekin yanala oshpaz sezib qoldi. Agar uni paraxoddan tushirib etsa, Marko Argentinaga berish fursatidan yana bir qitim mahrum bo'ladi. U qattiq yalvurib turib olg'ashqa, Markoning opasiga bo'lgan kuyimchanligi oshpazni oxir ta'sirlantirdi. Keyingi qitimda Alga Fergali degan qismini ko'ringlar.